Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz endi shu bizni ish boshlanganda birinchi mijozlarimizdan Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan Mirshohid bo'ladi. Mana shu Uzi apparatni birinchi o'zimga olganimda shu Mirshohid bilan sheriklar bor edi, Adhamjon akamiz. Shular birgalashib Uzi apparat olishdi. Birinchi shogirdlarimdan bo'ladi. Konkretni yedinchi shogirdda. Kimda bor shunaqa 6 yillik shogirdlardan? Agar shunaqa 6 yillik shogirdlar bo'lsa, Uzi o'rgatayotgan, sotayotganlar bor-ku, anaqa bo'lsa yozib olinglar, men solishtiramiz shogird bilan. Yutib tashlaydi anani Uzi bo'yicha. To'g'ri? Gap yo'q. Xo'p, ularning shogirdlari, endi shogirdimning shogirdi G'anishir hisoblanadi. Ular ham Beshariqdan. Hozir mana o'zlari olib kelib, mana RKF T1 degan modeldagi Uzi apparatimizni mana ko'rsatdik. Bu suvga chidamli, juda baquvvat apparat hisoblanadi. Bu apparatimizdan mana oldilar. Xudo xolasa garantiyalarini qilib berdik. Mirshohid endi yoshlikni eslaylik endi. Ancha yil o'tib ketdi. Nechta apparat olding o'zi mendan? 4ta. 4ta oldingmi? 4ta bo'ldi. 4ta apparat. O'zing ikkitani ishlatdingmi? Birinchi bitta to'g'ridan, ikkita dvoroddan, yana dvoroddan. Faqat 08 ga ketyapti. Endi bu shogirddan to'g'risi faqat 08 ga o'rganib qolgan bu. Shuni anonsi bu. Qolgan suvga chidamli apparatlarni ham taklif qildik-yu. Ana emas, ishqiboz emas. Faqat o'zini apparatini maqtaydi. Kansi deysizmi unga, Doppler deysizmi farqi yo'q. 08 eng zo'r apparat bunga shu. To'g'rimi? Boshqa hech qaysini tan olmaysan. Mana buni ham aytyapti. Bunga ham anaqa qilyapti. Men shogirdga aytdim. Agar sen ko'ngling jiz qilmasa dedim, 08 ga almashtirib beraman dedim. Agar yo'qmasa dedim, almashtirib beraman dedim. Shu sharti bilan mana berib yuboryapman shogirdga. Ishlatadi, ko'radi, lekin baribir sendan zo'r chiqadi bu. So'zdan o'tmagan shogird emas. Echkiga o'xshab. Echkiga o'xshab. O'shanday nima deymiz endi? Shunday kimga bu urib qo'yadigan apparat. Urib qo'yadigan apparat necha yil bo'ldi olganiga? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Sizlarga berganimiz chamadonlikda? Ha, chamadon. Mana bu bir xil chamadonda, faqat uzundan. Uzundan. Ko'pchilik aytayapti-ku, birinchi marta O'zbekistonga olib kirdi. Birinchi marta emas, 3 yil oldin o'sha olib bo'lgan. Undan oldin bo'ldi. Просто bular keyinchalik 20-yilda bor edi, kelganlaringda bor edi bu apparat. Просто urug'ni keyin boshladilar endi. Keyin boshladik. Ha, o'shanda keyin. Shuning uchun legendani birinchi deb aytmanglar. Uni bizdan oldingi sotib ketganlar bor. O'shanday. Shuning uchun birinchi emas. Sifat ham bor, ishlab yuribdi bolalar. Undan eskilari bor. Birinchi sotganlarimiz esimda-da. Abdulloh degan bola bilan sotuvdi. Jahongir, ikkita ismi bor edi. Abdulloh, Jahongir edi. Shu bola sotardi, keyin sal anavi bo'lgandan keyin o'zimiz sotishni boshladik-da keyin. Unga bermay. Lekin mana birinchi qaldirg'ochimizda burgut bo'lgan hozir. Erimiz ham bo'lmaydi, bir erib ket. Sirdaryoga kelding, ustoz mana choy. Men yangi yil o'tiribman. Qiyin-da, shogirddan choy ichish qiyin. Ha, do'stlar, nima deymiz? Biz mana o'zimiz eski mijozlarimiz ko'rib, shogirdlarimiz ko'rib biz xursandmiz. Va bularga o'ta sifatli, yana bundan-da yaxshiroq xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Nima deymiz? Apparatlarimizga garantiya beramiz. Mana shogirdimiz ham apparatni 8 beni 2 marta buzgan. Bittasi seli kuyib ketganda uni polni yangilagandik. Bittasi zonti brak chiqqanda uni to'g'rilavdik. O'shanday kimga shunday ishonchli firma kerak bo'ladigan bo'lsa, Texnovet jamoasiga murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.